Agar sizda shunday vaziyat bo'ladigan bo'lsa, hech qachon u joylarni issiq kompress yoki massaj qilib ko'rmang. Assalomu alaykum. Bugun yiringli limfadenit haqida gaplashamiz. Yiringli limfadenit bu limfa tugullarining bakteriyalar infeksiyasi, ya'ni u joyda yiring to'lish bilan tavsiflanadigan holat. Odam tanasida shamollagan paytda bir nechta limfa tugullari yallig'lanadi va o'sha joylarda shish paydo bo'lib qoladi. Misol uchun quloq orqasidagi limfa tugullari eng ko'p bo'ladigan va yiringli limfadenit ham eng ko'p quloq orqasidagi limfa tugullarida uchraydigan holat hisoblanadi. Bunga odatda ko'pincha terimizda joylashgan stafilokok va streptokok degan bakteriyalar sabab bo'ladi. Sabablari o'sha teridagi infeksiyalar, tirnalishlar, yallig'lanishlar va boshqa kasalliklar bo'lishi mumkin. Belgilari tez shishgan, qizarib, issiq bo'lgan limfa tugullari og'riq va isitma bilan birga kechadi. Shuni yodda unutmaslik kerakki, infeksiya bilan bog'liq jarayonlarda aksariyat hollarda tezlik bilan isitma va o'sha joy isishi yuzaga keladi. Og'ir holatlarda o'sha limfa tugullarini ichki qismi erib ketadi va yiring chiqishi bilan yuzaga keladi. Ya'ni xaltacha bo'lib qoladi, absesga aylanib, o'sha joydan keyin yiring chiqishni boshlaydi. Bu xavfliroq holatga olib kelishi mumkin. Tekshiruvlar albatta klinik ko'rinishiga, ya'ni u qizargan, shishgan holatda bo'lishi kerak va laboratoriya tekshiruvlarida esa infeksiyalarning asosiy belgisi bu leykositlarning miqdorini oshishi va ba'zan ultratovush tekshiruvlar yordamida aniq tashxis qo'yishimiz mumkin bo'ladi. Davolash albatta kuchli antibiotiklar bilan birgalikda o'sha yiringni tozalash, absesning drenaj qilib tashlash, ya'ni yiring chiqarib tashlash bilan birgalikda amalga oshiriladi. Uy sharoitida issiqlik bilan kompress qilish yoki o'sha joyni shishgan joyni massaj qilish o'sha yiringdagi infeksiyaning butun tanaga tarqab ketishiga sabab bo'lishi mumkin. Profilaktikasi terining gigiyenasi va tirnalish yoki infeksiyalar bo'lsa, tezda davolanishda tavsiya etiladi. Shoshilinch davolash o'sha sepsisning infeksiyaning butun tanaga tarqab ketishini va jarayonning bundan ham yomonroq oqibatlarga olib kelishini oldini olgan bo'ladi. Ismim Shukurjon, xirurgman. Har kim biror kasallik haqida ozgina gaplashamiz. Rahmat.